Televizorda izlemek için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. Matlubaxon, ishonmang. Bu gaplar tuhmat, yolg'on. Dildora kelmadimi? Yo'q, ishi bor ekan. Men hazillashgandim. Men hazillashmayman. Dadamni qidirib keldim. Shu yerdamilar? Yo'q, uchrashuvga ketganlar. Voy tavba, dadamni men bilmaydigan uchrashadiganlari bormi? Nima? Dadangni qizg'anyapsanmi? Nima qildi ekan? Xotiningiz ajrashish uchun sudga ariza beribdi. Nima? Xullas, bugun bolalarni olib ketaman deyapti. Berma. Nega endi olib ketarkan? Qayerga boray? Kinoga. Kinoga? Yaxshi. Dildora bolalarni otasi olib ketibdi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Dada, men bilan ham gaplashasizmi? Gapir, nima bo'ldi? Kuyovingiz bolalarni olib ketibdi. Saytman borib olib kel. Shu ham muammomi? Bolalar otasiga o'rganib bo'lishgan. O'rganmasin. Sodoni bir yo'li qilib olaylik. Keyingi navbat eriniki. Bilet ol. Nima? Tez chet elga bilet ol. Qayerga? Farqi yo'q. Yaqin 6 soatda qayerga bo'lsa o'sha yerga ol. Tinchlikmi o'zi? Kimdir meni cholga sotibdi. Kim sotgan bo'lishi mumkin? Nargiz bo'lsa kerak. Bo'la qol. Keyin menga tashlab ber. Bo'ldi. Ketadigan vaqt bo'ldi. Kasal yo'qib qolmasin. Bu rasmlarni Sodiqboy olgani aniq. Demak, Nargiz sotibdi. Rasvo bo'ldi hammasi. Endi nima qilaman? Unga ishonib bergandim bu rasmlarni. Tashavvur degandim. Tashavvurmabdi-da. Senlarga hali ko'rsatib qo'yaman.
Buni oti Gulnozamidi, Shahnozamidi? Hammasini otida nozi bor-a? Shahnoza yo Gulnozamidi? Hammasini otini yonida nozozi bor-a? Voy, mamasi juda yalang'och ekan, bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa qizlar bo'lsa-da, odobliligi shunda yuz ko'zdan ko'rinib turibdi. Basharangga qarab, "Я не знаю, я не умею" demaydi. Voy jonim meni, ish qilib mana shu 20 tangdan bittaga kelin qilaman-da. Qoshlarini qara, Qoshlarini qara, Mana bu ham yaxshi ekan. Bunisi ham yaxshi. Ko'proq mamasi yoqdi. Shunga qo'ng'iroq qilaychi. Alo? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Men sizga haliga nima desam ekan? Sovchi bo'lib qo'ng'iroq qilyaptim. Hozir hammasi telefon orqali bo'lib ketdi hamma yo. Uzra, biz qizimizni o'nashtirib qo'ydik. Voy, ozgina kechikibman-a. Mayli, baxtli bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uychilar yaxshimi? Rahmat. Qibonlar hammaligi yaxshimi? Haligi nima edi? Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Qizinglarni so'rab, sovchilik qilib telefon qilyotgandim. Mabodo uzatib bermadingizmi? Uzatganimga 2 yil bo'lgan. Bitta bolasi ham bor. Sizga kim berdi bu raqamni? Yaramas. Eski raqamni sotib ketdimi menga? Eski raqammi? Ay, sen bilan hali boshqacha gaplashaman. Hamma pulimni qaytarasan. Tavba qildim. Bittasi ilinib qolar, bittasi meni poylab turgandir. Qachon menga keladi deb. Nimaga ruxsatimsiz bolalarni olib ketib qoldingiz? Nimaga endi men sendan ruxsat so'rashim kerak? Men ularni onasiman. Mendan beso'roq olib ketishga haqqingiz yo'q. Temur Diyora, chiqinglar. Baqirma bolalarga. O'zim olib borib berardim. Narsa zakaz qilganman. Hozir o'shani yeb olsin, keyin ketishaveradi. Kerak emas. Sizni uyingizdan meni bolalarim hech narsa yemaydi. Qani? Bu yoqqa chiqinglar tez. Ey, tegma bolaga, boyvar. O'zingdan ketib qolsin. Bolalarni umuman qiynama. Men dadam bilan qolaman. O'chir ovozingni. Ey! Unaqa gapirma bolalarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Sodiq Turg'unovichni shu yerga olib kelishdimi? Ha, shu yerdalar. Qaysi palatadalar? 402 da. 402 da.
Siz nazokatxonmisiz? Sizni rosa so'radilar. O'zi nima bo'ldi? Pichoqlangan. Operatsiya qilishyaptimi? Ha, operatsiyadalar. Tirik qolarmikinlar? Albatta tirik qoladilar. Mayli, bo'lmasa men vrachni kutib turaman. Ular chiqqanlaridan keyin gaplashib olaman. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Dildor, meni asabimga tegyapsan, tushunyapsanmi? Meni ham asabimga tegmang. Sizni umuman ko'rishni xohlamayman. Tushundingizmi? Qani yurlaring. Oyog'ingga kiy. Bo'la qol tez. Yaxshi ish qilmayapsan. O'zimni borib tashardim. Kela qol. Iltimos, qaytib ko'zimga ko'rinmang. Aniqmi? Senga gapiryapman, aniqmi? 100%. O'zi bu yerga nimaga keldim? Ketvorsam ham bo'lardi. Oladigayini olib bo'lding, nazokat bo'ldi, ket. Hech bo'lmasa operatsiyadan chiqsin, keyin ketaman. Xotinini chaqirib qo'liga topshiraman, suraman. Qani chiqinglar mashinaga. Qani chiqinglar. Bo'la qol. Chiqmayman. Dadamga ketaman. Hech qanaqa dadangga bormaysan. Chiq, dading seni yaxshi ko'rmaydi. Dadamga boraman. Uyda gaplashamiz. Bolani otasidan ayirish g'irt ahmoqlik. Ajab bo'pti. Ko'p ham aqllilik qilavermang. Ayniqsa siz. Sen bola orqali otasidan o'ch olmoqchisan, to'g'rimi? Uni shunaqa jazolamoqchisan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu noto'g'ri. Bolalar qurol emas, dushmanni otib tashlaydigan. Bular ham odam, bularning ham ko'ngli bor. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Meni ham xotinim shunaqa. Bolalar bilan meni o'zicha jazolamoqchi bo'ladi. Xo'p, bir-birimizni yomon ko'rdik deylik. Bolada nima ayb? Siz o'zi kim tarafdasiz? Men rostini gapiryapman. Bola otasini ko'rgisi kelyaptimi? Ko'rsin, o'ynasin. To'yganda o'zi keladi. Erkak kishi kuni bo'yi bolaga qarab o'tira olmaydi-yu. O'ylab ko'r, bola bo'sh bo'ladi baribir. Ko'rish kerak. Ko'ngliga qarash kerak. Qo'ymayman. Men ularga bolamni umuman ko'rsatmayman ham. O'zi hamma xotinlar bir xil bo'lar ekanda. Bolalarim meni yomon ko'rib qolsa-chi, keyin nima qilaman? Meni bolalarimdan boshqa hech kimim yo'q. Ko'p ham aqllilik qilmasdan mashinangizni haydasangizchi? Mayli, ketdik.
Ko'rdingmi? Nimani ko'rishim kerak, oyi? Agar hozir senga ko'rsatsam, xafa bo'lmaysanmi? Nega xafa bo'lishim kerak? Keling, oyi. Ering haqidagi ma'lumotlar Sovchilar kanalida bor ekan. Qodir 25 yosh. Bo'yi 1.68. Uylanmagan. Logistika bo'yicha ishlaydi. Agar yaxshi nomzodlar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Nima? Bu nima? Qanaqa qilib uylanmagan bo'lishi mumkin? Unda men kimman? Bu nima? Nima biz o'yin o'ynayapmizmi? Axir u uylangan-ku. Ha. Seni ering allaqachon xotin qidiryapti. Bo'ldi. U sendan voz kechibdi, qizim. Qizim, qayerga? O'tir. Men borib unga ko'rsatib qo'yaman uylanmaganligini. Keragi yo'q. Tinchlan. O'zingni bunchalik yerga urma. Bunday qilishing yaxshi emas. Oyi, uyalmaydimi? Axir u uylangan-ku. Bu yolg'on. Hammasini qaynonang uyushtirgan. Xafa bo'lma. Undan ko'ra xursand bo'l. Ulardan qutulganing uchun. Bekor senga ko'rsatibman. Nega senga ko'rsatdim bo'lsa? Qayerga ketyapsan? Yolg'iz qolishni istayman. Oyi. 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 Nima bo'lyapti? Voy, nima bo'ldi? Qizim, senga nima bo'ldi? Oyi. Hozir qizim. Hozir kelaman. Shoshmay tur. Oyijon. Oyijon, yordam bering. Nega bunday bo'lyapti? Nega og'riyapti? Ahmoqman. Nega senga buni ko'rsatdim? Qayerdan ham senga uni rasmini ko'rsatdim? Hozir. Senga turish mumkin emas. O'tir. Chuqur nafas ol. Men o'lamanmi? Allo. Yo'q, xavotirlanma. Allo, tez yordammi? Iltimos, bizda tug'ruq boshlandi. Tezroq keling. Hozir. Oyijon, hozir shifokorga boramiz, qizim. Hozir senga yordam ko'rsatishadi. Qizim, qani, sekin tur. Chuqur nafas ol. Bo'la qol, chuqur nafas ol. Ana shunday. Nazokatxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Opa, tez gapiraman. Tinchlikmi? Eringizni kimdir pichoqlab ketibdi. Qayerda? Uyida, opa, uyida. Battar bo'lsin. Voy opa, battar bo'lsin deysizmi? Kasalxonaga keling, xabar olish kerak, o'lib qolmasin. Nega men borishim kerak? Opa, odamgarchilik yuzasidan. Men bir o'zim nima qilishni bilmayapman. Kimsiz deb so'rashyapti. Mayli, xo'p. Siz uchun boraman. Lekin
sobiq erim uchun emas. Bo'ldi. Lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Tez keling. Xo'p. Abba, buni ham tegisi yo'q. Chol hammani jonidan to'ydirib yuborgan. Bu ahvolda ketib qolsam nima bo'ladi? Bu yerda hech kimi yo'q. Nima qilsam ekan? Doktor bilan gaplashish kerak. Agar ahvoli jiddiy bo'lsa, qarovchi hamshira topib beraman. Agar jiddiy bo'lmasa, bemalol ketishim mumkin. Melisavozli bo'ladigan bo'lsa, mendan ham gumon qilishadi. Yaxshilik bilan tugasin-da. Keldinglarmi? Qani, kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Oyoq nechinglar? Namuncha qolib ketdinglar? Men bilaringiz, odamni yuragini yordi. Nima bo'ldi? Ichkariga kiraylik dedi. Qani tez qo'llaringlarni yuvib chiqinglar-chi. Yaxshilab sovullab yuvinglar. Qani, bu yoqqa ketchi. Ke. Nima bo'ldi? Men bu to'polon Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Chilaringiz qochib ketishibdi. Berkinib olishibdi. Zo'rg'a topib olib chiqdim. Men xavotir oldim deb gapirmadingmi bolalaringga? Gapirdim. Anu Timuriz dadam bilan o'ynamoqchi edik. Shunga bekinib oldim deydi. Dadang senlarni uydan haydab yuborgan demadingmi? Aytsam, dadam yaxshi, haydamaganlar deydi. Siz bilan urushib qolganlari uchun ketqizganlar deydi. O'g'linga ham otasini o'zi bo'lyapti. Qaysar. Mayli, bolalaring ham qon ochib ketgandir. Bor qara. Ishini qilaver. Bo'p qoldinglarmi? Alisher Isroilovich. Ha? Ana va Tinchlikmi? sizni kutib turgandi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ahvollari yaxshimi? Siz kimlari bo'lasiz? Yaqin insonlarman. Ahvollari juda yaxshi deya olmayman. Pichoq ancha zarar yetkazgan. Ikkinchidan, dodani immunitetlari past ekan. Kasallik bilan kurasha oladilarmi bilmayman. Dori-darmon kerakmi? Hozircha hamma yordamni berdik. Ularni orttirilgan immunitet tanqisligi kasalligi bor bilasiz-a? O'zim ham taxmin qilgan edim. Sal tuzalishlari bilan boshqa kasalxonaga olamiz. Agar kerak bo'lsa, qayta operatsiya qilamiz. Chunki yaralari yaxshi bitmasligi mumkin. Shu tashxisni inobatga olasiz degan umiddaman. Albatta. Rahmat sizga. Biron bir yangilik bo'lsa xabar beraman. Xo'p, mayli. Shu chol o'lmadi, men qutulmadim. Dada, ancha yaxshimisiz? Yaxshi. Nazokat paketimni keldimi?
Koridorda bir ayol poylab turibdilar. Aha. Menimcha, nazokat opa bo'lsalar kerak. Ha. O'lmasimdan oldin bir narsani bilishim kerak. Kim yolg'on gapirdi? Qimorozmi yo nazokat bonumi? Doda, avval o'zingizga kelib oling. Keyin bilib olasiz. Sizga kuchli hayajonlanish mumkin emas. Boring. Nazokat bonuni oldimga chaqiring. Xo'p bo'ladi, chaqiramiz. Ha, boring. Afzalbek. Kelishimga pizza zakaz qilib qo'ydingizmi? Ha, keling aka. Tinchlikmi? Yana kayfiyatingiz yo'q. Nimadir bo'ldimi? Bolalarimni olib kelgandim. Xotinim kelib olib ketib qoldi. Ha. Bolalarga buyurtma qilganmidingiz? Ha. Bechoralarni yedirgani ham qo'ymadi. Majburlab, zo'rlab olib chiqib ketdi. Bu sizdan alamzada. Bu bolalarga emas, sizga jahl qilyapti. Xo'p, bolalar uni shaxsiy mulki emas-ku. Afzalbek, bu o'ziz yoqqan olov. Siz unga jahl qilasiz. U sizga jahl qiladi. O'rtada ikkita bola yonadi. Sizga shu kerakmi? Shu olovni o'chiring desam, qaysarlik qilyapsiz. Menga ozgina vaqt kerak aka. Afzalbek, vaqt kimgadir foyda keltiradi. Kimgadir zarar. Yaxshilab o'ylang, o'rtada ikkita bola bor. Ularning kelajagi nima bo'ladi? Ish qilib, keyin afsuslanib qolmang-da. Mendan xafa bo'lmang. Men rostini gapirdim. Bilaman, tilim achchiq. Lekin men sizni foydangizga o'ylab gapiryapman. Bunaqada siz ham yonib tomon bo'lasiz. Ayolingiz ham. Mehribonim.
Mehribonim, men keldim. Keldingizmi gulim? Ha, shu yerdaman. Kim sizni bu ahvolga soldi? Afzalli qaynotasi. Militsiyaga beraman. Kerak emas. Men o'zim hal qilaman. Ular sizdan alamlarni olishmoqchi. Mendan? Ha. Siz bunaqa gaplarga ahamiyat bermang. O'zi ikkalamizni atrofimiz to'la dushman. Har xil gaplarni sizga yetkazishadi. Odamlar ko'ra olmaydi bizni. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Og'riyapti. Qalbim og'riyapti. Banu, menga rostini ayting. Nimani aytay? Menga yolg'on gapirmaganmisiz? Ha? Qurilishda qiynalib qolmadingizmi aka? Yo'q. Bir amalladim. Ha, aytmoqchi. Sizga bir yangiligim bor. Shu yangiliklardan odam yomon charchadi. Lekin bu yaxshi yangilik. Sodiqni pichoqlab ketishibdi. Tushunmadim. Kim pichoqlaydi? Taxminim bo'yicha qaynotangiz. Bir bo'lsa o'yindan chiqarib o'rgani alam qilgan shekilli. Endi bu yog'iga siz ham tayyor turishingiz kerak. Keyingi navbat sizniki bo'lishi mumkin. Meni shundoq ham pichoqsiz so'yib ketishdi-yu, yana nimani xohlashadi? Yo'q. Chayon chaqmaginicha qo'ymaydi. Men qimorbozlarni juda ham yaxshi bilaman. Mayli, boshimda borini ko'raveraman. Hech qachon. Men boshqalarni, o'zimni aldashim mumkin. Lekin sizni qanday aldayman? Menga shuncha yaxshilik qildingiz. Meni hayotimdagi eng yaxshi inson sizsiz. Iloyim, baxtimga tuzalib keting. Sizsiz yasholmasam kerak. Demak, ular yolg'on gapirishgan. Rasmlarning hammasi Photoshop. Ha,
Shunday. Ular mendan sizni ayirishmoqchi. Boyim, men sizga tushuntirib bera olmayman. Ularni hammasining niyati buzuq. Siz sog'lig'ingizni o'ylang. Yon atrofingiz hamma yoq dushman. Bilasiz, bizni baxtimizni ko'ra olmaydi ular. Ko'nglim sal tinchiganday bo'ldi. Yana nimalar deyishdi? Ana o ikkita kuydirgina sizni o'g'lingiz bilan keliningiz deyishdi, ha. O'sha xizmatkorlarni shunaqamidi asli yo boshqachami? Bo'lmagan gap. Qayerdan o'ylab topishadi bunaqa narsalarni? Ahmoqgarchilik. Gulim, meni tashlab ketmaysiz, ha? Hech qachon. Doim yoningizda bo'laman. Sizni bir nafasga ham tashlab qo'yib bo'lmaydi. Tuzalib olay. Kelamiz. Dengizga ketamiz. Uzoq-uzoqlarga sayr-u sayohatga ketamiz. Albatta. Pichoqni oxirigacha tiqib, ishni bitirib qo'ya qolmabdi-da. Hali beri o'lmaydi shekilli. Dengizga ketarmish. Ketsam ham sensiz ketaman. Balo bormi sen cholga dengizda? Kuyovam aytsa kerak-a, nuqul opang seni uyiga olib ketadi. Munda uying bormi, kelasanmi desa kerak-a senga. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Mehmon kutyapsizmi? Yo'q, sizlar uchun yasatib qo'ydim. Kelim poshsha bor ekansiz-u? Sizni qo'lingizdan ham ovqat yerkanmiz, ha? Bularni hammasini o'zing tayyorladingmi? Ha, oyim telefonda aytib turdilar. Men qildim. Odam bir ishni qilishni astoydil xohlasa, qiladi. Kelinglar, o'tiringlar, yeb ko'ringlar qanaqa chiqibdi. Sizlar uchun kun bo'yi oshxonadan chiqmadim. Mayli. O'tir. O'tir o'zing ham. Ha, yo'q, mayli. Olchi. Qani? Bismillah. Oyijon, yoqmadimi? Sho'r chiqibdimi? Nima bo'pti? Zo'r. Qo'rqitib yubordingiz, oyijon.
Zo'r a? Zo'r. Yoqdimi? Ha? Mazasi zo'r. Balodek qo'ling shirin ekan a? Olsangchi. Olyapman. Meni kelinimni qo'ldan qara qanaqangi narsalar pishirish kelibdi. Ko'z tegmasin. Yoqdimi axir? Yoqdi zo'r. Kelin rosa mazali chiqibdi. Baraka toping. Baraka top. Osh bo'lsin. Ovqat ham qo'ygandim, oyijon. Zo'ru? Ovqat ham qildingmi? Birinchisiga suyuq ovqat, ikkinchisiga go'sht qovurgandim. Bugun bayram ekan-da. Olib kelingmi? Olib kel. Hozir olib kelaman. Qoyil-e. Ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Opa, keliniz ancha o'zgarib qoptimi? O'zim ham ertalabdan buyon shunga hayronman-da. O'zgarib qolgan deb ish qilib yaxshilikka bo'lsin. Ol. Xo'p. Nazokatxon, Opajon, yaxshi keldingiz. Keling. O'tiring. ish qilib tirikmi? Opa. Tirik, hali beri o'lmaydi. Nima berib boqqansiz? Spid bo'ldi, operatsiya bo'ldi, lekin o'lmadi-ku. Qo'y yog'i, qo'y go'shtidan oshqa berib boqqanman. Oy, mayli. Hazil bilan o'lakan nima qilamiz? Hech nima. Nimadir qilish kerakmi? Voy. Opa, tashab ketay desam, yosh bolaga o'xshab etigimga yopishib oldi. Endi chidaysiz, qaraysiz. Menmi? Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamışsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abone olun. Hech qachon. Xohishim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Men sizdagi uyim joyim deb o'tiradigan sabrli ayol emasman. Meni rejamda bunday narsalar yo'q. Men har bitta erim bilan 6 oy, uzog'i 1 yil yashaganman. Buni puli ko'proq bo'lganiga ko'proq yashavardim. Sovg'alarni olganingizdan keyin yashaysiz-da. Gulim deb erkalaganidan keyin majbursiz. Opa, menga bunday quruq gaplar kerak emas. Ha, nazokat. Sizga bir gapni aytib qo'yishim kerak. Men uyni sotdim. Boshqa uy oldim. Yaxshi qilibsiz. Faqat men u cholga bir bahona topaman. Mayli, o'ylamang. Bu yog'ini o'zim chiroyli qilib tushuntiraman. Siz mazza qilib yashang, opa. Mashinangizni almashtiring. Mashina haydashga o'qiyapman. Juda yaxshi. Onamni olib yuraman. Ana. Va nihoyat. O'qing, opa. Hayot bir pasda o'tib ketadi. Mazza qilib yashang. Meni duo qilsangiz bo'ldi. Siz shu yerda o'tirib turing, opa. Men doktor oldiga kirib chiqaman. Yaxshi. Kiring. Mumkinmi?
Xush kelibsiz. Keling. Marhamat. Sodiq akani yaqinlarisiz, a? Shunday. Tahlil natijalari yomon chiqqan. Oshqozonlarda ham o'simta bor ekan. Biz avvaliga ichki qon ketishi deb o'ylagandik. Yaxshilab tekshirganda keyin bilib qoldik. Xo'p, nima qilish kerak? O'simta katta bo'lib ketmasidan olib tashlash kerak. Obtashash kerak bo'lsa, obtashaylik. Kim xalaqit beryapti? Buning uchun to'lov qilish kerak. Shunaqa-da. Yana pul. Men qayerdan olaman shuncha pulni? Bizda unaqa pul yo'q. Qisanglar, shundoq qilinglar, bo'lmasa shart emas. Shundoq ham tashxislarni bilasiz. Ozgina qolgan. Men otangizga U meni otam emas. U meni erim. Men esa erimga pul bermayman. shunaqa deng. Shunaqa. O'sha o'simtani katta bo'lib ketmasdan oldinroq operatsiya qilib olib tashlash kerak ekan. Qilaversin. Sizga nima? Opa, pulini kim beradi, menmi? Boni kartida puli bor, kassaga to'lavering. Nima? Siz hali ham tushunmadingizmi? Ha, bular sizni pulingizni shilishmoqchi. Qo'ysangizchi, soppa sog'siz. Dada, anu shotiringiz uyiga ketsin. Nega bu yerda o'tiribdi? Nima? Senga xalaqit beryaptimi? Men ham bolalarim bilan chiqib televizor ko'rmoqchiman, dam olaman. Men ketsam o'zim ketaman. O'zim sizni boshimga uramanmi? Oyjon, unda bizani kim boqadi? Nazokat satang. Erimni bitta sho'rvaga arzitmadi-ya. Nimaga? Yana nima qildi? Operatsiya qilish kerak deyishgan ekan. Nima kerak bor o'ladigan odamga operatsiyani deb ruxsat bermadi.